qarang, qiziqda. Yoki bo'lmasam, bizning gaplarimiz qiziq. Masalan, mehmon kelib qolsa, ba'zi shunaqa gaplar eshitib qolamiz. Uyatli mehmonlar kelib qoldi, qayerga o'tkazamiz deydi. Uyatli mehmonlar kelib qoldi, qarang, kutilmaganda qayerga joylashamiz? Uyatli mehmonlar. Nima, qolgan o'tirganlar uyatli mehmonlarmi? Mana jizzaxliklar bor ekan. O'xshab ketdi. Uyatli mehmonlar, qolganlar uyatsizmi? Yoki bo'lmasam, nozik mehmonlar kelib qoldi, endi nima qilamiz? Mehmonlar noziklar kelib qoldi. Bu nozik jak kelishgan nozik odamlar bo'lsa kerak edi. Siz 150 kilo odamlar kirib kelyapti o'sha. Uni vobshiy qanday o'tkazib bo'lmaydi u odamlar. Joy yo'q ularga. Karavot qo'yib karavot sinib ketadi. Masalan edi. Qarang, nozik mehmonlar desa, ingichka odamlar kelyapti o'ylaysiz. Gapimiz qiziq. Har bitta gapni bunday o'ylab qaraysiz qiziq. Palonchi yigit palonchining qizini deb boshini aylantirib yurgan ekan deydi. Yo'q aytsa, o'z ko'zim bilan ko'rdi. Boshini aylantirib yurganmish, qarang, boshini aylantirib yurgan mashina. Bo'yinda rezbasi bor ekanda bo'yinida. Holati bu yoqqa qarab aylantiradi, holati bu yoqqa qarab aylantiradi. Gapimiz qiziqda. Birorta gap yo'q-ku biz kulmasak. Hamma gapimiz shunaqa. Masalan, mehmonga boshida nima deydi? Mehmon ko'k choy ichasizmi, qora choy ichasizmi deydi. Masalan, qora choy ichsangiz, qora choy damlab kelmaydi-yu. Qizil choy damlab keladi, to'g'rimi? Sariq, masalan, ko'k choy ichsangiz, sariq choy damlab keladi. Men qizil choy ichaman deysiz, deydi. Qanaqa qizil choy ichasan? Qanaqa qora choy damlab kelasan menga? Qop-qora ko'mirli choy olib kelasizmi? Yo'q. To'g'rimi? Ha? Nega hayron bo'lasiz? Ba'zan shunaqasi ham bo'ladi. Ba'zan shular Andijonga mehmonga borganimizda, Kanjitga borganimizda bir akamiz kelib ovqat, xullas mehmonga taklif qilmoqchi bo'lmadik, Hoji aka, qorin qanaqa deydi. Qorin qanaqa dedi? Andijoncha qilib so'radi, qo'ydi. Men ham yumaloq dedim. Ya ochmi, to'qmi dedi, rangini bilmayman dedim. Ya ovqat yeysizmi deyapman. Ha, bu boshqa gap dedim. Ovqat yeymiz dedim. Uyga mehmon qilib o'tiribmiz. Har kirganda endi bir xijolat bo'lib, mehmonlar yashab o'tiribsizlarmi? Hoji aka, bunday dasturxon qarab o'tiringlar. Mehmon dasturxon qarab o'tirib, men dasturxon qarab o'tirdim. Ha, nima bo'ldi deya, dasturxon qarab o'tiribmiz. Endi olishib o'tiringlar, Hoji aka, eski bor. Yuradi, chiqib olishib o'tiringlar, shap olishib ketdim dasturxon. Voy, nima qilyapsiz? Olishyapman aka dedim. O'zi aytdi, olishib o'tiringlar. Dasturxon qarab o'tirsiz, men yoqmayman, olishib. Nima qilish kerak o'zi? Ha, o'z uylaringda bemalol yozilib o'tiringlar, iltimos deydi. O'zbekni gapini qarang. Bemalol o'zlaring uylaringizda yozilib o'tiringlar deydi. Bola gapirmadim, chiqib ketdi. Birorta to'g'ri gap yo'q dedi. Yana chiqib ketganda nima deydi? Mehmonlar o'tirib borar deylar deydi. O'tirib qayerga boraman o'tirib? Yoki yotib borar deylar, o'tirib borib bo'lmaydi, yotib borib bo'ladi. Yotib olib ilonga o'xshab jo'nab qolasiz-da. Yana eng qiziq nima deydi? Ha, sho'roga o'tirma deylar deydi. Mehmonlar sho'ro tayyorda sho'roga o'tirma deylar-da. Tasavvur qiling, bir qozon qaynab turgan sho'roga kelib hamma mehmonlar pa. Sho'roga o'tirib oladi. Kuydirib qo'yasanmi? Qani, bunisi nima deydi? Aka, sho'roga ko'p o'tirganmiz o deydi. Bu safar kecha yana o'tiramiz aka deydi. Sho'rvasi ko'p o'tirganmiz. Yoki shunga o'xshagan gaplarda oshda ko'ramiz Hoji aka deydi. Falonchini oshda ko'rmadi. Men go'shtman, men oshda ko'rinaman. Men qanaqa oshda ko'rinaman? Oshda ko'rmadik siz, qanaqa ko'rasiz men oshda? Suyakmi men oshda hina ko'rib ko'rsam. Qani, oshda ko'rmadik deydi. Yoki bo'lmasa oshni damladingmi deydi. Balonmi damlaydi? Ana osham kelyapti deydi. Osh kelmaydi, olib kelasan kerak bo'lsa. Nima deydi? Bu oshni bir uramiz ekan deydi, ha deydi. Nega urasan oshni? Nima gunoh qildi senga? Olib kelib qo'yganingizda nima deydi? Indamasdan olib yurmaydi dedi xalqimiz. Qani ko'pdi, qani o'zi ko'rsatib, qani siz qani tojiklar bo'lsa qani Rusiyaga o'tirmay boshlab o'tiramiz. Qani извините, я вас что-то не понимаю. Ну это да, где? Где? Где, балам, где? 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 Где?
Где degandan ketadi endi. Если я вас что-то не понимаю. Вот она стоит. Ты сам показываешь, сам где говоришь. Я не понимаю. У нас это обычай, это уважение. Ты у нас гость. Где это? Вот интересно, народ тоже мне сам показывает, сам где говорит. Hakikaten ham biz qiziq xalqmiz. Falonchi yurarmish dedi. Eshitdingmi? Falonchi yurarmish. Nima uni oyog'i yo'qmi? Yurmasin, o'tiraversin bir joyda. Oğlum bu nechinchi yil? O'tirib bilmem tashqarida yozmi, kuzmi? Yuradi oyog'i bilan. Yuguradiganlar bor. Tomdan tashlaydiganlar bor, to'g'rimi? Yoki bo'lmasam ko'zingga qarab yur deydi. O bola ko'zingga qarab yur. Qanaqa qilib ko'zingga qarab yuraman? Og'zingga qarab gapir deydi. Qanaqa og'zimga qarab gapiraman? Demak, men cho'ntagimda oyna choy yurishim kerak ekan. Yurgan paytda ko'zimga qarab ketaveraman, gapirayotgan paytimda nima qilyapsiz? Og'zimga qarab gapiryapman. Sizlar og'zimga qarab gapiring. Shunaqa bo'ladi bu. Bizda birorta ham to'g'ri gap yo'qki, biz kulmasak. Shuning uchun ham bizda O'zbekistonda askiya degan san'at bor. Tojikistonda ham askiya degan san'at bor. O'shuning biz xalqimiz dunyoda paxta sotish bo'yicha 2-o'rinda turadi, lekin kulish bo'yicha 1-o'rinda turar ekan. Hojiboy Tojiboyev